Akfa kompaniyasining yurtimiz va chet davlatlar qurilishidagi hissasi tobora ortib bormoqda. Ko'p qavatli turar joylar, ofis va boshqa inshootlar qurilishida kompaniyamizning PVX profillari, eshik va rom tizimlari, yuton gazobloklari, alyuminiy kompozit, per sendvich panellaridan keng foydalanilmoqda. Jumladan Sergeli tumani, Toshkent halqa avtomobil yo'lida Silver Talp MCJ tomonidan yaqin orada foydalanishga topshirilishi rejalashtirilayotgan 3 ta ko'p qavatli uyning qurilishi va jihozlanishida Akfa kompaniyasining eshik hamda rom tizimlari qatori radiatorlari hamda issiqlik qozonlaridan foydalanildi. Umumiy hisobda 3 ta ko'p qavatli uyga 150 dan ziyod isitish qozonlari hamda 1700 dan ortiq radiator ishlatilgan. Eshik va romlar uchun Akfa Plast korxonasining 15000 kvadrat metrdan ortiq PVX profillari ishlatildi. Hozirda ushbu hududda Silver Talp kompaniyasi tomonidan yana 3 ta ko'p qavatli turar joy qurilishi olib borilmoqda. Ularning bunyodkorligi va jihozlanishida ham Akfa mahsulotlarini qo'llash rejalashtirilgan.